Robiya Qodir dunyo kezib Uyg'ur xalqi manfaatlarini himoya qilib keladi. Lekin Xitoy nazarida u mamlakat birligi va tinchligiga rahna solayotgan shaxs. Xitoy hukumati Uyg'urlarni Uyg'ur bo'lish sifati bilan yer sharidan yo'q qilish uchun bütün Xitoy grajdanlarini Sharqiy Turkistonga, ya'ni Uyg'uristonga yo'tkab olib chiqib, buni o'zining makoniga aylantirish uchun hozir bosib olgani Şinjan Uyghur Abdunum Rayon degan bu adni ham, ismni ham yo'q qilish uchun, bu Uyg'urlar musulmon bo'lib qolganligi uchun butun dunyo hozir terrorizmga qarshi harakatdan foydalanib, Uyg'urlarning ismini, ya'ni adini Uyg'ur terroristlar qo'yib turib bostirib Bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirib yo'qotish uchun qo'llanayotgan bir omili. Masalan, Uyg'urlarning Xitoy hukumati assimilyatsiya qilish siyosatini epadi. Assimilyatsiya qilishda bu g'alaba qilinmadi, mag'lub bo'ldi. Chunki Uyg'urlar qat'iy assimilyatsiya bo'lmadi. O'zingiz bilasiz, qizim, o'zbeklar, Uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar, tatarlar, mayli türkmenler bo'lsin, bu millatlar nihoyatdan ming yilligan tarixga ega büyük, zo'r bir madaniyatning egasi. Bularni undaq tez assimilyatsiya qilish mumkin emas. Shuning uchun Uyg'urlar ham shu millatning ichidagi yuksak bir madaniyat egasi millat. Shunga bu Uyg'urlarni terrorist, bizga tahdid deb dunyoni aldab, bizni bostirib, qirib, genosid qilib, milliy qirg'inchilik olib boryapti. Lekin Uyg'urlar orasida zo'ravonlikka berilganlar yo'q deb kafolat bera olasizmi deya so'raymiz Robiya Qodirdan. Bo'lishi mumkin deydi u, lekin bunga Xitoyning o'zi aybdor. Uyg'urlarni Xitoy shundaq zo'ravonlik qilishga majburlayotdi, ittiryotdi-da oqidan. Masalan, uning akasini tutdi, bolasini tutdi, dadasini tutdi. Hiçbir soraksız, günahsız ekirip atıdı. Hazır turmularda 10 minglarca, neçe 10 minglarca günahsız adamlar turmuda ediyordu. Yakında anladınız, 1, 2, 3 ay içinde 40'tan artık adamga ölüm cezası hüküm kıldı. Bütün yaşlar, en tövünü 18-19 yaş küçük kızlarını ölüm cezası hüküm kıldı. Teröristlerden. Onun hiç kaysı terörist emez. Demek bir adamın balasını ekesse, dadasını ekesse, kızını ekesse, urup öldürse, ula öç eliş için çıkar elbette. Ulanın özünü qoğdaş, ulanın öç eliş, ulanın ulağa bizning hakkımızga cevap verdiyiş hak, hukuku var. Şunun için ulanın epbağını özünün erkinlik kuruşu. Ben bunu terrorizm hareket dep qaramayman. Erkinlik için ula özün qoğdaş için kurash qilayotganlar deyman. Xitoy hukumati deydi Robiya Qodir, yilda 100 kun Uyg'urlarga qarshi operatsiyalar olib boradi. Odamlarning dod deb chiqishga haqqi bor deydi lider. Bir yil 360 kun balam. Yılda 100 günden 200 gün Uyg'urlarni tutuş, qattiq zarba berish, bostirish harakati bo'lsa, qanday harakat bu? O'ylab beqing. Öydün keşte napos tekshirishda balalarni olib ketadi, yoshlarni olib ketadi. Ota-onalar 3 kun ichida balalarini qaytarib akab beramiz. Balalarini so'roq qilamiz deydi. 10 kun o'tadi, 15 kun o'tadi, 1 oy o'tadi, balalari kelmaydi. Kelmagandan keyin hatto bularning uyiga qaytib ketadi. Tirik emas, urib o'ldirilgan o'liklarini hech kimga so'zlatmay yerga ko'mbetadi. Xalq qo'zg'ilib berib, bu o'zimizning akatgan urug' tuqqanlarimiz qana qaytarib ber degan odamlarni atib o'ldirdi. Ular zo'ravonmi? Ular terroristmi? Ular atib o'ldirsa, ular qarab turish kerakmi? Ular o'zaro tutishdi. Saqchilar, ular xalqni tagmidi. Begunoh xalqni takkini yo'q. Ularga terroristlik qilib o'q chiqargan, ularni bostirgan, zo'ravonlik qilgan, yo'lsiz ularni o'ldirgan odamga qarshi harakat qildi. Demak, men uni terrorizm harakati deb qaramayman, ularni o'zini qo'g'dash harakati deb qarayman. Uyg'urlarning istagi nima? Xitoydan ajralib chiqib o'z mustaqil davlatini tuzishmi? Oliy maqsadi Xitoy hukumatining olib borayotgan zo'ravonlikni to'xtatish. Uyg'urlar o'zining so'zlash huquqiga, o'zining milliy kimligiga, kim Uyg'urning asliki urf odati bo'yicha yashash, o'z tili bilan so'zlash, o'z dini bilan yashash, o'z erkinligiga chiqish. Azatlık hareketi ana şundaq. Hem tinchlik bilan, suhbat bilan azatlıkka chiqish harakat bu hareketi. Lekin Xitoy hukumati bu hareketning hammasini terrorizm hareketi degan ism bilan dunyoni aldayotdi.
Robiya Qodir deydiki, Uyg'ur xalqi o'z vatanida yashab, o'z davlatini barpo etishni xohlaydi. Xitoy bizga Uyg'urlarga Şinjan Uyg'ur Avtonom rayon degan avtonom rayonni bergan. Masalan, Rossiya sizlarni beshivaga vaqtida O'zbekiston Respublikasi, Qozog'iston deb avtonom rayon darajalik federatsiya bergan. Shuningga o'xshash bizga avtonom rayon bergan. Lekin ular sizlarni mustaqil qilib berdi. Ular sizlarning milliy kimliginglarni yo'qotmadi. Xitoy hukumati bizga u avtonom rayonni bergandan keyin avtonom rayon qalpoq ichida bir millatni butunlay milliy qirg'inchilik qilib berdi. Assimilyatsiya qilish. Ular bilan Uyg'ur xalqi 60 yildan beri bir kun tinchlikka erishamadi. Ular bilan yaxshi o'tamadi. Uyg'ur xalqi faqat ular bilan o'tsak biz erkinlikka erishamaydi ekanmiz. Uning uchun biz cho'qim o'zimiz mustaqil bo'lishimiz kerak ekan degan arzuga ve şu xiyalga Xitoy itirib shu yerga keldi. Agar Xitoy ittifoq, xotirjam, xalqqa erkinlik berib qolgan bo'lsa, balkim dialog bilan ya undaq, ya bundaq bir suhbatlar bo'lishi mumkinti. Xalq ana shu arzuni, ashuni amalga oshirmag'icha Xitoy hukumatining qo'lida erkinlikka chiqmaydigan ko'zi yetganligi uchun shunga biz mustaqil bo'lamiz deb chiqdi. Lekin Xitoy hukumati Uyg'urlar hech qachon alohida davlat bo'lmaydi va bo'la olmaydi ham deydi. Shinjon uchun katta mablag' ajratilgan, hudud rivojlanmoqda. Katta zavod-fabrikalar ochilib, ish o'rinlari yaratilmoqda. Zamonaviy texnologiya bilan ta'minlanib, turmush yaxshilanmoqda deydi Xitoy rasmiylari. Uyg'urlar shukur qilib yashash kerak deydi ular. Bu gapni siz O'zbekiston bilan solishtiring yoki Qozog'iston bilan solishtiring. Rossiya vaqtida Rossiya shundoq degan. Lekin ular bir alohida bir davlat bo'lmaydi degan. Lekin u alohida davlat bo'ldi. Ular o'zi alohida davlat bo'lganda o'zining neftini echyotdi, yashayotdi, zavodlarni quryotdi. Agar Xitoylar bo'lmasa-mu, biz zavodlarni qurar edik, neftlarni ochar edik, undaq yashar, o'xshash taraqqiy qilar edik. Lekin Xitoy ras yo'llarni quryotdi, zavodlarni akirayotdi, uni qilyotdi. U biz uchun emas. Xitoy ko'chmanlarini millionlagan Xitoy ko'chmanlari uchun yo'llarni selyotdi, zavodlarni quryotdi, taraqqiy qildiryotdi. Bizni yo'qitib, ularni uning o'rniga dastyotdi. Xitoy hukumati Uyg'urlar baxtli yashayotdi, shukr qilish kerak. Nimaga shukr qildi? Uyg'urlar adam sifatida yashash uchun, erkinlik uchun kurash qilyotdi. Hargiz shukr qiladigan ish mavjud emas. Bu zamin Uyg'ur xalqining zamini. Biz hozir Uyg'ur azadlik harakati uchun kurash qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Jahon Uyg'ur qurultiyi nima deyapmiz? Biz o'z taqdirini o'zi belgilash bilan Xitoy bilan suhbat o'tkazib, Uyg'ur xalqining o'z taqdirini o'zi belgilaydigan asosida birlikka kelamiz deyapmiz. Lekin Xitoy hukumati Uyg'ur xalqini mutlaqo mustaqil bo'lmasa yashamaydiganga majbur ishtiryapti. U zavodni Xitoy hukumati ekanmisa Uyg'urlarni akilalaydi, Tibetlarni o'ziga akilalaydi, Mo'ng'ullarni har bir o'zining davlati bo'lgan odam, har bir millat dunyoning taraqqiyotiga qarab shunday taraqqiy qiladi. Bizning Sharqiy Turkistonda neft va gaz va yer osti boylik, paxta, O'zbekistonning boyligi qandoq bo'lsa, uningdan necha hassa, Qozog'istonning boyligi qandoq bo'lsa, uningdan necha hassa yuqori boylik bor. Shu boyligimiz o'zimizga yetib ishib ketadi. Xitoy shu boyliqlarni xohlagancha bulang-talang qilib, Xitoy ko'chmanlariga apirib, hech bo'lmaganda o'zi bergan Şinjan Uyg'ur Avtonom rayon degan avtonomi qonuniga xilof holda bizning o'zimizning narsadan o'zimizni foydalanish fursati bermayotdi. O'qish, taraqqiy qilish, boy bo'lish, so'zlash, ona tilini so'zlash, o'z dini hech qanday huquq Uyg'urda yo'q. Shuning uchun Uyg'ur o'zining ozodlik uchun kurash qilyapti. U zamin O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz men aytmasam bo'ladi. U zamin O'rta Osiyoga tava. Robiya Qodirning aytishicha, bugun dunyoda qariyb 20 million Uyg'ur bor. Aksariyati Sharqiy Turkiston, ya'ni bugun Xitoy Shinjon, yangi yer deb ataydigan hududda yashaydi. 2 millionga yaqini Markaziy Osiyo va dunyoning boshqa mamlakatlarida deydi u. Uyg'urlar Turkiyani hisobga olmaganda boshqa turkiy birodarlaridan madad olmaydi. Chunki bu xalqlarning o'zi haqiqiy erkin jamiyatda yashamaydi deydi Robiya Qodir. Masalan, O'zbekiston. Hozir O'zbekiston Xitoy bilan o'ppa o'xshash. O'zbek xalqi o'zi uchun bir eg'iz so'zlayolmaydi. Ularda erkinlik yo'q. Ularda iqtisodiy erkinlik yo'q. Ularda hech qanday narsa yo'q. Ular o'zini ozod qilinmayotganda u qardoshlarimiz bizga
haqiqatan ichi og'riydi. Bizga yordam qilgisi keladi. Ular har vaqt bizning o'lib tugab ketishimizni xohlamaydi. Lekin bizga ozod qilgidek mador yo'q. Endi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonga nisbatan demokratiya o'rin. Lekin ularga Xitoyning nayt qattiq bosim bor, iqtisodiy bosim. Shuning uchun hozircha bizga yordam qilinmaydi. Shuni bilish kerakki, o'zbek xalqi, qozoq xalqi, qirg'iz xalqi, turkman xalqi, tatar xalqi, O'rta Osiyodagi bizning qarindoshlarimiz, bizning bugunimiz ularga ati bo'lib qolmasin-da. Shuning uchun ularni ehtiyot qilish kerak. Amerika Robiya Qodir va Uyg'ur ozodlik harakatini ruhan va moliyaviy jihatdan quvvatlab keladi. Washingtonda, ayniqsa Kongressda Uyg'urlarga g'amxo'r arboblar juda ko'p. Lekin Qo'shma Shtatlar, Xitoy iqtisodiy jihatdan qudratli va global maydonda katta nufuzga ega bu hukumat bilan kelishib ishlashga ham majbur. Robiya Qodir deydiki, Uyg'ur faktori AQSh siyosiy qarorlariga ta'sir ko'rsatib keladi. Lekin bugungi kunda Obama ma'muriyati ko'p narsaga ko'z yummoqda, deydi u. Uyg'ur xalqininki mushi qirilayotgani, mushi tutilayotgani Amerika cho'g'liq ko'zni yumdi, tashlab qo'ydi. Bunda qilmaslik kerak. Amerikaning Uyg'urlarni qutuldirish tarixiy majburiyati bor deb qarayman. Chunki Amerikaning o'zining axloqiy nuqtai nazaridan aytgan vaqtda kishilik huquq, iqtisod va boshqa narsaning hammasining oldida turadi. Amerika butun dunyoning oldida kishilik huquqda va demokratiya erkinlikda oldingi o'rinda ulgu bo'ladigan va dunyodagi adolatsizlikni tangshayman degan Amerikaning o'zining siyosiy qonuni bor. Shuning uchun Amerika Uyg'urlarning dunyoda eng ig'ir qirilayotganligini, bo'libmi hozirgi dunyodagi fashizm siyosatini ishlatayotgan diktator eng buyuk Xitoyning qo'lida gunohsiz terrorist degan yolg'on qalpoq bilan o'ltirilayotganligini o'qib turib, 7-oyning 5-ida, 2 yilning oldidagi o'ltirilishda va buningda qattiq harakat qilmadi. Xitoy Amerika qattiq harakat qilmaganligi uchun Xitoy hukumatı shunga yurki yo'g'inab oldiga qara Uyg'urlarni o'ltirishni texnik kuchaytdi. Amerikaning qapqiga Xitoy hukumatı qaramay qolmaydi. Amerika g'arb dunyosiga qarab bular gap qilmadi dedi. O'zaro suhbat o'tkazgan vaqtida Uyg'urni og'ziga olmadi, boshqalarni og'ziga oladi, men o'ltirsam bo'ladi. Buni terrorist desam ham o'ltirsam bo'ladi ekan deb o'ltiryapti. Amerika bizning maslimizga jiddiy qaramayapti. Jiddiy qarasa Xitoy bizni bundoq o'ltiramaydi. Albatta men umid qilaman Amerika hukumatı bundoq qilmaslik kerak, Uyg'urni tashlab atmaslik kerak. Uyg'ur xalqini qarab turib Xitoyning qirib tashlashiga tashlab bermaslik kerak. Amerika hukumatı, Amerika xalqi bu masalaga alohida ko'ngil berish kerak. Men shuni orzu qilaman. Iqtisodiy masala, bu masala. Agar bugun bizning masalamizda Amerika shunda qarab turadigan bo'lsa, atigacha Amerikaning o'zigimi buningdan ortiq tahdidlar kelishi mumkin. Terrorga qarshi urushda Afg'onistonda tutilgan, Guantanamo qamog'iga olib kelinib, u yerda bir necha yil saqlangan va aybsiz ekani isbotlanib, ozod etilib, boshqa davlatlardan boshpana olgan Uyg'urlar asta hayotini tiklamoqda, deydi Robiya Qodir. Xitoy hukumatı Guantanamoning ishi bo'lsin, hamda Guantanamoda Amerika qaytirib bermadi, rahmat uningga, Xitoyga. Baribir Uyg'urlarni, Tibetlarni Amerika kuch kutyapti. Butun Xitoy ishki omil. Hozir Xitoyda chiqayotgan Uyg'ur va Xitoy masalasi Xitoyning zo'ravonligidan chiqyapti. Xitoyning diktatorligidan chiqyapti. Xitoyning Uyg'ur xalqiga zulm selayotganidan chiqyapti. Masalan, 5 masala. Biri Uyg'urlarni chekidan ortiq assimilyatsiya qilish. Ikkinchi, millionlagan Xitoycha ko'chmanlarni yo'tkab akilish. Uchinchi, Uyg'urlarning yer, zamin, mulkini tatib olib, Xitoy shaharlariga majbur qo'g'lab sargandar qilish. 4-chi Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilish. 5-chi Uyg'urlarni o'lim jazosiga hukm qilib, bostirish, o'ltirish bularni qo'yib bermaslik. Mush masaladan maydonga chiqyapti. Lekin Xitoy hukumatı o'zi keltirib chiqarayotgan mush masalani hozir Amerika kuch kiritdi, G'arb kuch kiritdi, Robiya Qodirni, Dalay Lamani mushlar kuch kiritdi deyapti. Ata mush xotandagi ishni yoki Robiya Qodir qildi, yoki G'arb qildi, yoki Amerika qildi, muxbirlar qildi deb chiqdi. Albatta Amerika mush yerlarini o'ylash kerak. Siz Guantanamoning masalasini so'rayapsiz. Men buningdan javob berdim. Ham mushuni o'ylash kerak. Masalan, Guantanamo masalasiga kelganda men mushuni bog'lab aytaman. Xitoy hukumatı Guantanamo masalasida butunlay terrorist dedi. U balla aqlanib chiqib dunyoga chiqdi. Amerika va dunyo oldida mushuning o'zimi meningcha isbot va paket deb qarayman. Robiya Qodir prezident Barack Obama bilan so'zlashish, unga shaxsan o'z xalqi dardini yetkazish umidida. Ilan